muhabbat xatarlik mehmon. U sizni yarlandırıp zincir bilan bog'lab qo'ydi. Shuning bilan ko'zingizdan yosh qurmaydi. Ba'zi chaqlarda muhabbat kulimsirab turib sizni bexutlashtirib qo'yib, to'satdan qoyuq hazrat dengizga olib tashlaydi. Shundaqmi, har qanday odam muhabbatning kelishini kutadi. Muhabbatsiz o'tgan hayot zerikishlik va azobli bo'ladi. Xo'sh, hozirdan boshlab biz sizlarga nihoyatda uzun bir parcha muhabbat hikoyasini taqdim qilamiz. Oldi bilan ayol bosh qahramon Furukawa Kaorini tanishtirib o'taylik. Bu hikoyani Taishoning 15-yili, ya'ni milodiy 1926-yili Yaponiyaning Kanto atrofidagi Chiba nahiyasining Choshi shahridagi dengiz sohilidan boshlaymiz. Tinglayapsizsiz? Tanlamadım. Inkingizni sal tuvandiroq qiling, ha? Xo'p. Ko'pchilik bu yigitga diqqat qilinglar. Bu yigitning ismi Yoshitaki Sokuchi. U Kaorining taqdirini o'zgartiradigan er bosh qahramon. Rasmni yaxshi ko'ramsiz? Shundoq. Siz rasmni ko'rishdan burun bir og'iz gap qo'shingiz kerak edi. Menimcha siz oldin ola gap qo'shingiz kerak edi. Siz sızıvatqan aşk kiyme menimki. Shundaqmi? Undaqda men to'g'ri qilmabdiman. Rasmni yaxshi sızsingizlar, men hech nima demayman. Oyjon. Ne bo'ldi? Yog'och kirib ketdi. Qizlar kiyimini keskamas tutmaslik kerak. Jim turing. Yo'q, o'zim chiqara olmayman. Jim turing. Dengiz suyida qo'lingizni yuviting. Avar qilib qo'ydim. Kaori mushu chog'da Choshi qizlar to'liq o'tir maktabining 4-yillik o'quvchisi edi. Mushu vaqa bu qizning qalbiga nihoyatda sust ta'sir qildi. Ikkinchi kuni Kaorini kafedra mudiri ishxonaga chaqirdi. Sizga o'xshash bizning Choshi qizlar to'liq o'rta maktabining o'quvchilari maktabga deb qo'ymay, rassomlar model bo'g'il kas qandoq bo'ladi? Uning ustiga texi dengiz bo'yidi ekan. U bir dangliq rassom. Ham opamning tonishi. Meningcha uning san'at ijodiyati uchun ozroq kuch qasam yaxshi emasmi? Beshingizdagi oqibatni ilavta. Kechirsiz. Bir qizga nisbatan eng muhimi kamtar ehtiyotchan bo'lish. Shundaq bo'lganda kelgusida vafotar ayol bo'g'il bo'ladi. Tushundingizmi? Başqalarga model bo'lib bersangiz, rasmingiz xalq olami oldida oshkor bo'ladi-da, shuning bilan atoq ko'tarib qolasiz. Meningcha model bo'lmasa rasm bo'lolmaydi. Kaori, siz nima xatolig'ingizni e'tirof qilmaysiz? Men oldin ala muallimning ruxsatini olishim kerakmidi? O'qituvchi sizning bunday qilishingizni ruxsat qilmaydi. Hozir ota-onlardan biri bilan gap ma'lum qildi. O'quvchi kiyim kiygan bir qiz erlar bilan birga yuriydi dedi. Adingizda eshib ketibsiz. Bu maktabimizning illiq, samimiy, sadoqatmanlik an'anasiga qarshi turganlik bo'ladi. Men hech qanday yomon ish qilmadim. Masala yurish-turishda kishilarga gumonga soladigan ishlarni qilmaslik kerak. Yodingizdan chiqib qoldimi? Qo'zg'onning og'riqi bo'lmasa tavzishdan qo'rqma degan maqol bor.
Ne buldun? İşim bulmadım. Tetigrek boğun. Hey, çıksan bol. Çıkarıp kalmam sen. Bara. Tezdirek bak. Tez. Keçirsiz. Siz Furukawa Kaori bulamsiz. Bunu sizga beray. Siz yazdınız mı? Men yazmadım. Uyumushi yazdı. Uyumuşu diyen kim? O'qib chiqsangiz bilasiz. Estağfurullah. Kaza taşlık etti. Nima qamlashtirib beramedim. Hey, siz sağ ko'rib qolsa maktabdan chiqaverdi. Tez berib chiq. Bo'la. Hey. Tez. Hey, kichik xotinning bolasi, qani ko'ramiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ben qaytib keldim. Qaytib keldingizmi? Hozir chiqib ketgan odam kim bo'ladi? Yerichi zavodning ish boshqaruvchisi. Ha, shu ekan. Bugun oxir emasmi? Banshudagi heli xo'jayin shu. Shundaqmi? Banshudin kelgan bu xo'jayin Kaorining opsining aksi bo'lib, u Jangyu Tun bilan aroq tun ishlab chiqaradigan zavodning xo'jayini. Tag'a siz kepsiz. Sen borgan sira chiroyli bo'lib ketyapsan. Xushamat qilishqida. Men askarni dedim. Sen o'sha chiroyli qizlar jazman martabalik oila kelin bo'ladi. Men hargiz qarshi gap qilmayman. Men osmonga uchirib Tag'an seni baldirroq to'y qilgan da'vatidi. Eng yaxshisi kelar yil o'qishni bitirganda to'yni qilayli dedi. Mening faqat to'y qilg'im yo'q. Qizlarning hammasi shunday deydi. Begin tramvayda biri meni to'qalning bolasi dedi. Nima? Ularni tutib oldigan bo'lsam, opirib dengizga tashlab o'taman. Nima deysiz? Men baribir to'qaldan tug'ilgan bola tursam. To'qaldan tug'ilgan bo'lsangmi, odatdagi qonunsiz tug'ilgan bolalarga o'xshamaysan. Buni hammadan biladi. Yerchi zavodi, Yamagawa zavodi, Kinda zavodi qatoridagi 5 chong Jangyu zavodining biri. Sening to'maringda uning qini bor. Sen ko'chalarda manganda qaddingni ko'tarib mang, beshingni tuvan qilib olmay, durust mang. Meni hech kim yilmaydi. Men unda qilmayman. Sen bilamsan, yerchining cho'ng xo'jayini ko'pni ko'rgan odam. Opang ayni chog'da shularning uyida uy xizmati qilib yurib, omiti o'g'di kelib qoldi. Qara, sizlar bu uyni u sepadi. Texi har oyda muqim turmush rasxoti beryotidi. Men ishga oldida yangidan tayinlangan ish boshqaruvchini uchratdim. U intayin yaxshi odam. Yerchi zavodida cho'ng xo'jayin uchun jinini sep beradigan odamlar jiq. O kishiga o'xshash qo'l ostidagilar kuyindigan cho'ng xo'jayinlar oz tepiladi. O'zimni ep etsam, dal opangning aksi qolganligim uchun mayasigan Jangyu Tonglarni qanchalik bo'lsa, shunchaligini eliyotidi. Yana sen oliy maktabda o'qisang, kimga tayinasan? Ha? Aka, Kaorining bundaq gaplarni anglag'is kelmaydi. Gap qilsamlar men bilan tang javoblashadi. Shundaqmi? Men gap qilsammi, men bilan tang turyapmamda. Albatta-da. Sen bakbaq vaqtib ketibsan. Apa, men chiqib kiray. Ne görsen? Olmata efendinin kışığa. Heliqi olmata şo'rga garashgan shumi? Tag'a siz o'ltirib turing. Hey, bugun sandaydigan muhim ish bor. Sen birdam o'tirib to'qin. Muhim ish? Ay, aka. Yo'q, bu ishni Kaori kerak. To'g'rimi? Kaori, sen birdam o'tirib tur. Hozir tugaydi. Qara. Bu mundaq bir ishdi. Yana onun o'zing tegin. Bu ishni men burunla anlagandim. Yeruchu jamiyati Vakayamadagi kon uyini qayta yasamoqchi bo'pti. Yil o'rilsa, u yoqqa ayil tabobatlarini Chushiga ko'chirib kelmoqchi bo'ldi. Demak, Bando oilasi Chushida uzun muddat turib qoladi. Cho'ng xo'jayin ham uning ayoli, bola chaqi bir uy odam Chushiga keladigan bo'ldi. Ondaqda biz bu yerdan ko'chib ketamizmi? Hey, bu ishda xotirjam bo'l. Cho'ng xo'jayin sizlarni hargiz taskuni qo'ymaydi. Biroq cho'ng xotinning mijoz xulqini bilmaymiz. Qani menimi ancha bilmaymiz.
Hammaylar bu cho'shi degan yerda bo'lsa, ba'zida to'qirishib qoladigan ishlar bo'ladi. Balkim ko'ngilsiz ishlar yuz berishi mumkin. Ular bizdan ustun turadigan xalq. Şunu tağan sen batırak toy qıvası yaxşı buldu davatıdı. To'y qilgan yerni aytib to'la. Masalan, Yoka Ichiba yoki Narato'ning bir yerda Men ketishni xohlamayman. Bu qanday qichish bo'lsa, men seni qiynoqni qilyapman. Men kuynaligingizga rahmat. Lekin tag'a siz bilasiz, opamni demay turay, mening ish qilib yuruvchi jamoati bilan hech qanday aloqam yo'q. Shunga men hech kimdan qo'rqmayman. Shundaqmi? O'qituvchi shundaq dedimi? Ati berib uning bilan so'zlashay. Umut efendi, hergiz bormang. Hatto san'atni tushunmaydigan odam qandoqmi bal tarbiyalaydigan o'qituvchi bo'la olsa. Lekin To'g'ri dedingiz. Men sizga yana avorchilik deb beradigan bo'lsam, sizga texmi foydasiz bo'lgan. Sizni avar qildim. Eksatish bo'ldi. Sizga model bo'lib berishga ma'qul bo'lgan cheg'imda bundaq bo'lganligini o'ylamabdi ekanman. Rasmdan xotirjam bo'ling. Hozir %80% yerini bitkizib bo'ldim. Bir haftadan keyin Omota Shozoning rasm ko'rgazmasi ochildi. Kaori dakki-dukkida ko'rgazma zaliga kirdi. Ko'rgazma obdan qilibsiz. Ustoz, sizni tabriklayman. Rahmat. Siz nayt obdan yordam qildingiz. Bu rasm qarshi elindi. Biraylan setib olgan bo'ldi. Bu qizil lenta belgisi. Qandaq odamning setib olganligini bilgili bo'lmagidak. O'ylab boqmamsiz. Kim? Untudingizmi? Eliqi yosh beliqchi oladigan bo'ldi. U eliq kimini meniki degan emasmidi? Kaori bu gapni anglab asiyadini yo'qotdi. Hatto Umota apandining gap so'zlarimi uning quloqiga kirmadi. Uning zilvi bo'yi sal-pal titragandek bo'lib, xuddi qo'lida bir uchim tarni tutib turgandek bo'lib qoldi. U yigit nemishqa bu rasmni setib oladigandim? Nemishqa? Qizlar kiyimini keskamas tutmaslik kerak. Qani, men ko'rib boqay. Men o'zim chiqara olmayman. Jim tur. Muhabbat xatarlik mehmon. Shundaqdimi, har qanday odam muhabbatning kelishini kutadi. Muhabbatsiz o'tgan hayot nima degan zerikishlik ham azoblik. Kaori Omota Shozoning rasmiga qarab turadi. Bu rasmga Braylen Sakart berib qo'yibdi. Rasmni setib olmoqchi bo'lgan kishi dal Togavadagi beliqchi yigitgan. U uning qo'liga tikan kirib ketgan yog'ochni tortib chiqargan yigit shukan. Sizning bu rasm qandaqroq chiqibdi? Ha, nayt yaxshi ekan. She'r tuyg'u bor. She'r esiyatga nayt boy ekan. Mana mush qiz model bo'lib bergan. Durust. Chiroyli modeldan mashhur rasm chiqdi-da. Lekin qarmamsiz, bu qiz Cho'shi to'liq o'tir maktabining o'quvchisi. Mush rasmga model bo'lib berganligi uchun tanqidga uchirdi. Asli mundaq ekanda. Keyin model bo'lmagan ahvol ostida sizib chiqdim. Cho'shi degan bu yer nihoyat qaloq. Anlasam ders kitapqa Yujima Guroning maqolasi kirizilgandi. Abdur o'z hayotini qurbon qilish maqsadida o'lib olganlik uchun chiqiribdi, shundaqmi? Chiqarib atmadi. Siz tafsili o'qimagan o'xshaysiz. Maktablar ko'ngli bilmagan. Tozimi kulgili ishda bu. Ular san'atning nimaligini bilmesi kerak. Bu yoq Cho'shi adabiyoti jurnalidagi Kawahara Hatani bo'ladi. Pat arda mashhur shaxs bo'ladi. Uni esingizda tuting. Kaori Umotadan bu rasmni setib olmoqchi bo'lgan yigitning ismini so'rab qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin so'rashni muvofiq ko'may, oxiri xijillikda ig'iz ochamadi.
Shu kuni kechda Kaori ko'rgazmadagi ahvolni opasiga dedi. Afsuslanıqdek ish bo'pti. Afsuslang'idek. Rasm setilib bo'pti-ku. Setilib kelsa yaxshi bo'ladi. Qaytirib akagilib bo'lamdi. Rost gapinday, bizga sizib bergan rasmni o odam ep ketibdi. O tozim pasnimi ekan. Uni pastigili bo'lmaydi. Men faqat model o'pagan tursam. Kechirsiz. Bir beliqchi yigit sening rasmingni setib olibdi-da. Beliqchi bog'ini bilan kema xo'jayinda qildi. Xo'jayin? Shu chaqda men yo'linib turgan kemini u meningki degandi. Aslida mundaq ishkanda. U rasmda uning kiyimisi sizilgan. Shuni u uni setib olgan. Mush sabab bo'lalamda. To'g'ri, dal mush sababdan olgan. Bu sir birdil yeshilib ketdi-ku. Kaori ko'nglida opasining so'zlariga zoda qoyil bo'lmadi. Beliqchi yigit setib olgan rasmda bir qizning tasvirlanganligi nihoyat aniq turmamdi. Kema faqat rasmning oq ko'rinish qilingan. Lekin inchiki o'ylab, opasining aytganlarining o'rinli ekanligini his qildi. Kaorining ko'ngli asta-asta joyiga tushdi. Eshtim bo'lmadi. Qaranglar, biz dengiz bo'yiga berib kelsak qanday deysizlar? Men qo'shilaman. Men qish mezgilidagi dengiz manzarasini yaxshi Kaori, ko'raman. sen qo'shilamsa? Biz qaysi bekatga tushimiz? Konbo bekitida yoki Inobo bekitida tushsak bo'laveradi. Menimcha biz Togavadagi dengiz sohiliga boraylik. Qanday? Bek yaxshi bo'ldi, qo'llayman. Dengiz sohiliga kelib, Kaorining ko'ngli dakka-dukkida qoldi. Chunki uning qalbida oshiq beliqchi yigitni uchirtish istagi paydo bo'lgan edi. Ammo qaraganda hamma kemalar dengizga chiqib ketgan o'xshaydi. Dengiz sohilida uning qorsimi ko'rinmaydi. Yoshlik baharim. Qo'shilishgan bo'ldim. Yana 3 oydan keyin biz o'qish bitiramiz. Messi, sen maktab assang yaxshi bo'lg'idek. Men tig' ishonch qilmayapman. G'ayrat qilsang maktabni cho'qim ichib ketalaysan. Kaori, sen nim qilay deysan? Uydagilar o'qishni bitirib choy ishkizimiz, ondan to'yingni qilamiz dedi. Choy ishkisi yaxshi bo'lg'idek. Mening to'y ishimni uydagilar o'ddik ilib oldi. Loyig'imni talab qo'yibdi. Yigitni tish to'xtar ekan deb Chiroy qanday qaraqga? Men uni faqat ko'rib boqmadim. Rasm borkan-ku. Rasmga qarab uning chiroy turqini qanday belgili bo'ladi? Qaramaqqa yuvashda ko'rinadi, lekin xotirjam bo'l. Sen cho'qim baxtingni topsan. Chunki sen doim xushxuy yuraysan. Mana bu dal Kaorining ortiqchiligi. Qaranglar. Biz menga yaqin o'tadigan do'stlardan bo'lib qolayli bo'lamdi. Albatta. Mayli qandaqli qiyinchilikqa yo'liqayli. Biz o'zaro yordamda bo'lib bir umr do'stona o'tayli bo'lamdi. Biz qasam qilaylik. Menga do'st bo'lishga. Kaori uyga qaytib kelib, eshik oldida turgan kichik mashinani ko'rdi. Aslida dadasi kelgan edi.
Kaori Dilg'ul birdan turgandan keyin asta eshik oldidan ketdi. Kaori yoshlik davriga qadam tashlagandan keyin nimishqoda o'zining dadasidan bezor bo'lishga boshlagan edi. O'zining to'qoldan tug'ilganligini boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chig'ida uqqan edi. Shunga u bu ishdan unchalik og'rinib ketmagan edi. Ammo u dadasining to'satli kelib yaxshiroq bo'la oladigan ishlardan bezor bo'ladi. Hey, to'xta! Qiz o'quvchi, bundaq yerda nima qilib yursan? Men sendan so'rayapman. Shundoq. Men Jinjani ziyorat qilg'il keldim. Shuncha kech bo'lganda o'quvchi kiyimi bilan yuribsan. Sening harakating gumonliq. Yur, men bilan sochma. Meni kechiring. Men hech nima qilmadim. Meni Astagfirullah, qo'lingni kimishga tashlab. Tashlab. Bo'ldi, tezma. Isming nima? Furukawa Kaori. Uying nerede? Mushu yaqin atrofdagi bir ko'chada o'ltiramiz. Dadangning ismi nima? Furukawa Roi. Roi? Bu opangning ismi-ku. Dadang o'lib ketganmi? Nimishqa javob bermaysan? Mening dadam yo'q, faqat bir opam bor. Sen qonunsiz tug'ilganmi? Nimishqa aniq gap qilmaysan? Opang nima ish qiladi? Opam ishlamaydi. Ishlamaydi? Yolg'on gap qiladigan bo'lsang, seni hargiz bosh qo'yib o'tmayman. Rost gap qildim. Qaraganda mushundaq ahvolda sizlar obdan kun elayotgan o'xshaysizlar. Ishlamasa nimaga tayinib jon boqsizlar? Yana qanday qilib seni qizlar maktabida o'qitalaydi? Rost gap qilyapsan yoki yolg'on gap qilyapsan, kim bilsin? O'zim berib tekshirib boqaman. Sen meni uyingga boshlab boqin. Kaorining ko'ngli bakmu g'ash bo'lgan edi. Taliga dadasining mashinasi ketib qolgan edi. Atayın kelib, bak avara bo'psiz. Shuncha kech yo'g'anda nimish qizingiz talatli g'aylab yurdi. Bu gapingiz to'g'ri bo'lmadi. Qizim azaldan kashqurunlari taloq chiqmay kelgan. Amaliyotda o Jinjaning oldida u ham bu ham yengib yuribdi. Undaq yer yo'ldan chiqqan ayollarni g'aylab yurdi. Qizim qizlar to'liq o'tir maktabining o'quvchisi. Shunga men uni durust qiz emas edim. Undaqda Jinjaga bag'anli odam durust emaskanda. O shu yer bir erni saqlab turgan. Undaq ish yo'q. Qo'lingizda hech qanday dalil isbot yo'q. Qizimni nima ish saqchiga opadingiz? Kimni bo'lsa harakati gumonliq bo'ladi ekan, men shuni qo'lga olaman. Uning uchida o'quvchilik kiyim tursa, siz uni oldingizga selib ko'chida mengib, noyat o'sal ahvolga qo'yibsiz. Kelgusida o'yatliq bo'lamsiz, siz mas'ul bo'la olamsiz. Meni qilgansiz, obsiz turib, obdan tarbiyalamabsiz. Siz bir ayol kishi turib, soqchi bilan tang bo'lyapsiz. Tushundim. Mundaq deb turib men uning dadasini soqchi idorasining boshlig'ining oldiga ivatday. Uning dadasi bormi? Bo'lmamdigan. Uning dadasi Yerichul jamoatining 11-avlodi Bando Kyobi. Ha, Yerichul jamoati, iliq Jongyun zavodimi? To'g'ri dedingiz. Bu haqiqatan sat ish yo'qdi. Chunki men yaqinda bu yerga yo'tkilib kelgandim. Shunga Gerçi men uning to'qli bo'lsam-mu, lekin bu balning tomirida iqiyotgan qon dal Bando Kyobining qini. Endi uqqansiz. Siz uni jinoyatchi deydigan bo'lsangiz, bu hargiz kichik ish bo'lmaydi. Siz boshqacha o'ylab qolmang. Mening bu qizni jinoyatchi qilib qo'ydigan o'yim yo'q. Amsi qizimning nam obro'yiga kapolatlik qila olamsiz. Albatta-da. Bugun kechda uni ko'chada ma'lum xatarlik deb men uyga akab qo'ygan bo'lay, ha?
Chushi degan bu yer baliqchilik bilan jangyu ishlab chiqarish sanoati gullangan shahar. Bo'lib bu jangyu ishlab chiqarish zavodlarining xo'jayinlari cho'ng kapitalistlar edi. Ular mushu atrofning iqtisodiy tomiri edi. Shu hukumat bilan siyosiy sohadagilar ularga alohida e'tibor bilan qaraydi. Həcəb obdan bo'ldi. Yenil xonimning amal bakkan. Ikki yig'iz gap bilanlar uni qo'qatdi. Odamni bo'zaq qilaman deydigan hargiz yo'l qo'ymaslik kerak. Meningcha apam boshqalarni bo'zaq qilvog'idek. Yerichu jamiyatini pash qilishning hech qanday hojati yo'qdi. Meningmi yerichu jamiyatning tilga og'im yo'qdi. Qarasam ahvol chattoq turadi. Amal yo'q shunday qildim. Bo'lmabdimi? Yo'lvasning banasida tilki keranligandek ish bo'ldi-da bu. Sen meni tilki davatamsan. Sen o'zingning ishiga o'zing qayg'urmasan, kim qayg'uradi? Bir qiz o'quvchini saqchi so'roq qilsa, sen nomus qilmamsan? Sen nima qilib oding? Rost gapni qil. Apa, sizmi menga ishonmayapsiz? Albatta ishonaman. Lekin sen menga rost gapni qilsang, men ondan xotirjam bo'laman. Uyga bir qatim kelib ketdim. Eshik oldida kichik mashinaning turganligini ko'rib, kirmay aylanib kelay deb ketdim. Qamlashmagan ish qilibsan. Dadang sening bilan bir ish to'g'riliq maslahatlashgili kelibdi ekan. Uni ko'gim yo'q. Nimishqa? Dadang sening ishingga ko'ngil bo'lyotdi. U qayta o'ylanib, seni to'liq o'rnini bitirish bilan yeruvchi oilasiga akavolman dedi. Meni uyga olib olam degan. Seni olib ketgandan keyin Texsini Bando Kyobining o'z qizi deb rasmiy e'lon qilgan bo'ldi. Seni kelin bo'lishning qoida usullarini o'rganib olsin. Ondan muvofiq bir odamni tepib to'yni qilayli dedi. Dadang sening qiyamingni yig'latdi, qizim. Kaori o'z taqdirini dadasining belgilashiga rozi emas edi. Ammo amal yo'q edi. Gap qilmaysan-ku. Men qo'shilmayman. Nimishqa? 3 oydan keyin Vakayamadagi cho'ng xonim bu yerga kelib butun bir oila Chushida turadi. Men u yerda qandaqmi ular bilan birga tura olayman? Bu ishni cho'ng xonimmi biladi? Ya'ni kelib cho'ng xonim dadangning bu qaroridan mamnun bo'pti. U yaxshi ayol. Sen ansirmisanmi bo'ladi? Balkim u uyda ko'ngilsiz ishlar bo'lib qolishi mumkin. Biroq to'ying bo'lguncha bir mezgil tursan, sen tishingni tishlab turg'in. G'ayrat qil, yeruvchi jamiyatida to'y qilsang, bu uyda to'y qilib chiqqanga faqat o'xshamaydi. Bu nuqtani tushunishing kerak. Andaqda siz qanday qilasiz? Mendan ansirma. Men hamon yolg'iz qolaman. Kerak yo'q. Shundaqdami qo'shilmayman, faqat bormayman. Nima uchun? Ish qilib qo'shilolmayman. Bu sening umrlik ishing. Sen obdan o'ylangin. Bo'lmasa pushaymonda qolasan. Hozirli javob bermasanmi bo'ladi? Qisqasi sen dadang bilan ko'rishgin. Appa. Mening mushu uyda siz bilan turg'im bor. Voy ahmoq qizim. Cho'pchong bo'lib qopmi? Balladek gap qilyapqinni. Appa. Kaori bolalık davrdagi ishlarni esladi. O chaqlarda har yili kuzda dadasi Vakayamadan kelib bu uyda opsi bilan 3 jon odam illiq turmush qo'ynida yerim yil turatdi. Lekin Kaori qizlar to'liq o'rta maktabga chiqqandan tortib dadasining qorisini ko'ramaydigan bo'ldi. Shundaqdimi dadasi Chushida tursimi, lekin dadasi bu uyga tassamaydigan bo'lib qolgan edi. Demak dadasi yana bir 3-chi oyani tepib olgan edi. Kaori opam mayda bechora ayolkan deb ishortatdi. Ikkinchi mavsumlik imtihonlar oyoqlashib qoldi. Kaorining maktab hayotidagi qishliq ta'tilni kelib qolgan edi. Tokioda qattiq yer tavrigandan keyin kasbiy xizmatlarni ishlaydigan ayollar ko'payishga boshladi. Burun ayollarning kasbiy xizmati faqat chachasash yoki naqsh usul o'rgatish bilan cheklanadi. Ammo hozir ayol doktorlar, shirkatlarda ishlaydigan ayol xizmatchilar paydo bo'ldi. Kelgusida ehtimol ayol parlament a'zolari, ayol askarlar chiqishi mumkin. Hozir ayol uchiqchilarmi chiqdi-ku. Chiqilib qizlar jazman qarshilandi. Ammo lekin
Ayollar har qancha iqtidorli bo'lsa-mu, ayollarda bo'lishga tegishlik mehribonlik bilan go'zallikni aslan chiqarmaslik kerak. Albatta, men ayollarning xizmat qilishiga qarshi chiqmayman. Ammo sizlarning mehribon ona, vafodor ayol bo'lishga ideal jihatda tayyorlik qo'yishinglarni umid qilaman. Eringlarga yaryo'lik bo'lishni, bolalarni obdan tarbiyalashni unutib qolmanglar. Ba'zi kishilar maktabimizning o'qish bitirgan o'quvchilarini tanqid etdi. Bu qizlar kitob o'qishni bilgani bilan tomoq ichishni bilmaydi ekan dedi. Bu faqat qamlashmadi. Maktabimizning birinchi prinsipi jamiyatga mehribon ona, vafodor ayol yetkazib berish. Erlar sirt ishlaydi. Ayollar uy ishini qiladi. Bu jazman shundoq bo'ladi. Uning ustiga anatomiya jihatini aytgandimi, ayollar erlarga yetmaydi. Shunga mening umidim ayollar barobarligiga yoki ayollarning siyosiy ishlarga aralashishiga bak berilib ketmanglar. Mondaqcha aytganda, sizlar har qancha tirishchilik ko'rsatsanlarmi, o'rlab ketmak tez. Men mushunchalik so'zlay. Hey, sizlar kafedra mudirining so'ziga qanday qaraysizlar? Qat'iy qo'llamayman. Bu ayollar qilingan haqorat. Ha, men shundoq o'yladim. Erlar bilan ayollar harvaning ikki chaqiga o'xshash, qaysi chaq tushib qolsa, harva o'rladi. Hozir hamma yerda demokratiyani tashviq qilyapti. U bek aqib qopdi. Bo'shroq so'zlar. Mening rosa vaqirab so'zligim kelyapti. Hey, qaranglar, u bizga qarayotdi. Kimga qarayotdi? Albatta, Kaori qaraydi-da. Ehtiyotni qilma. Sizni so'raydigan bir ish botdi. Siz Tugavadagi dengiz bo'yida bir rassamga model bo'lib turib ekanmidingiz? Ha, shundoq. Degandek siz ekansiz. U rasm hozir bizning uyimizda. Akam setib olib akapti. U har kuni ko'rib turibdi. Men Choshi Soda maktabining o'quvchisi Yoshitaki bo'laman. Sizni avar qildim. Yoshitaki. Nima bo'ldi? Hech yo'q. Kaorining yuzi qizarib ketdi. Yolg'on. Kaori uzadi kim bo'ladi? Qara, uning yuzi qizarib ketdi. Yolg'on undaq emas. Yoki bilan Missii hadab uningdan ishki ahvolini so'rashga boshladi. Yokining uyiga borgandan keyin Kaori oxiri Togavadagi dengiz sohilida bo'lgan voqeani ularga oshkorladi. Yog'och kirib ketdi. Qandoq tatib chiqadi? U qo'limni tutib olib turib, qo'li bilan tatib chiqaramay, tishi bilan tishlab tatib chiqdi. Bu undoq oddiy ish emaskan. Bu hayron qolg'idek ishmidi? Bir yigit qo'lingni tutsa, sen qanday xiyolda bo'lding? Kasga emas gapni qilmasang-chi. Sayit Jamal Malika, xafa bo'lmag'in. Men qiz bola emasmi? Yuragim soqib ketadi. Keyin qanday bo'ldi? Hech bo'lmadi. Mumkin emas. Sen to'la bizni qo'llatma. Men model o'paganligim uchun kafedra modeli meni ishxonaga chaqirtib, rosa qattiq tanqid. Shundaqmi? Lekin u rasm setilib ketibdi. Rasmni kelishgan yigit setib oldimi? Men uni kelishgan yigit demadim. Undaqda mijoz xushxo'y yigit ekan-da. Agar heliq o'quvchi uning inisi bo'lgan bo'lsa, aksi jazman bir dangdar yigit. Yuzlari qop-qora, dengizda jiraydiganlar qanday bo'lmoqchi edi? U cho'qim, palvon yigit. Ko'zi shundoq yo'g'onkan, esimda qolg'anim shunchalik. Suyimli yoshlik, go'zal muhabbat. Sen menga bunday chaqchaq qilayapsan. Men sana hargiz chaqchaq qilmayman. Hasad qilyapsan. To'g'ri. O'tganda uchimiz dengizni sayl qilib borganda oldi bilan Kaori Tugavaga berishni tashabbus qilgandi. Shundaqmi? To'g'ri. Ash tunish chiroy bilan go'zal aslimini izlash uchun borgan ekan. Yo'q, u chaqda mening unda xiyolim yo'qdi. Kerak yo'q. Qara, sizlarning muhabbatinglar uchun xizmatingda bo'lishga har qachon tayyor turamiz. Bak eskiyansizlar. Bu yigitning rasm setib olgan ishi oddiy ish emas-chimi? Demak, uning Kaoriga ko'ngil tushib qolganligini bildiradi, to'g'rimi? Undaq emas, chunki rasmda uning kiyimisi bor. Kaori, sen bak kamtarkansan. Men bir taklif beray.
Biz üçümüz şu resimni körüp keleyli bulamdı. Bu əpləşməydi. Ay, elbette əpleşiyordu. Berip keçirsiz uyunuzdaki resimni bir körüp baksak bulamdı. Çünkü resimdeki aşk kız men bolumen deysen. Depekimlaçı, bu naydı orluk bulamdı yok. Kızım azaq kirib ketəmikin. Bunçilik işten korkup ketmesek mi boladı? Kandak dedim. Siyliqi yigit birdilla qızның aldida payda boladı. Sizkensiz bu. Sizni kütüp turgandim deydi. Muhabbet otuğu toşkan iki göz özara birikip ketidi. Mana 2 yaşının kayta uçurashgan enzistek yaşı Şu kuni kechisi Kaori tush ko'rdi. Bu tush hem shod xo'ramliqqa, hem dard alamga to'lgan tush edi. Keçirsiz. Riyu sağı qandaq dağıl boladı? Udilmangsiz. Sizkensiz bu. Men Togavadagi dengiz sahilida siz bilan uchrashgan Furukawa Kaori emasmi? Yordam qilganligingizga ko'p rahmat. Yana ilqirasingmi bor? Kiyimlaringiz nem bo'lib ketibdi. Buni yetini bilan. Bu bo'lmasmikin? Tatilma. Yo'lda manganda qarg'iraqmi? To'xtab turing. Men endi kichik bola emas. Nima? Men vafodor ayol bo'lalayman. Vafodor ayol? Kechiring. Men bunday gapni qilmasligim kerak edi. So'zingiz ozroqmi xato emas. Ammo men beliqchining o'g'li, sizlar bilan bog'lanish yerimiz yo'q. Qanday siz? Xayr xo'sh, men dengizga chiqaman. Xo'shamiz. Yoshitaki efendi. Kaori uyg'onib ketdi. Bu yigitning chiroyi uning nervisiga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Nemishqa shundoq tushni ko'rgandiman. Kaori o'ylagan siri xijil bo'lib ketdi. Bir necha kun o'tib havo illiq bir kun tushdan keyin ikki do'sti Kaorini elib bu yerga kelishdi. Sizdan birini sormoqchi edim. Kimni? Yoshitaki efendining uyi qayerda? Sizler Tony Gawa namlıq geminin xo'jayinidamisizlar? Bu yerdan udilmangsizlar. O't o'chirish binasining oldidan so'lg'i burilib, azraqlmangsizlar borsizlar. Uning o'ylisini aytib, cho'q asalni topsizlar. Ana bu ekan. Shu ekan. Qanday qilamiz? Kirimizmi, kirmaymizmi? Kirayli. Nima qarayapsizlar? Yoshitaki jamiyatining o'ylarini ko'rgidek yeri yo'q. Ishinglar bos kiringlar. Biz Cho'shi qizlar to'liq o'rta maktabining o'quvchilari. Qizlar to'liq o'rta maktabning sizlarga deb qo'yay. Bu yerda 20-30 dak yigitlar bor. Ularning mijozi o'sal. Agar ularning tishiga tegib qo'ydigan bo'lsanglar, ziyonning cho'ng'ini tortisizlar. Ularni qo'rqitmagin. Xo'p. Qo'rqmanglar. Bugun ular dengizga chiqib ketdi. Kechirsiz. Biz rasmni ko'raylik deb bu yerga kelgandik. Rasm? Shundoq. Mana bu rasmdagi qiz bo'ladi. Shundoqmi? Iliq rasm o'xshamamdi. Ko'rgazma ichilgan chaqda biz berib ko'ramagandik. Keyin anglasak bu rasm sizning uyingizda ekan. Sizni avar qildik. Qani, kiringlar.
Xo'jayin, bu bo'lmadi. Hozir dengiz beliq tutilyapti. Tunishmaydigan qizlar uyimiz kirsa yaxshi omad etganmaydi. Ağzanışım, sen bu işe aralashmagin. Juringlar. Rahmat. Ha, kirib. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Saykan" degan xatni besib qo'ying. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Saykan" degan xatni besib qo'ying.